Nega yapsizlar? Matematikadan bir sinf bilan bellashib o'tgan ekan. Sinfimiz zo'rligini ko'rsatib qo'yingizmi? O'tkazib qo'yingizmi? Men borman, menga ishonlaring. Ketdi. Bu sinf yarim sharmanda bo'lib kelyaptimi? Matematikadan bellashmoqchimisizlar? Kim zo'ri? Men. Men bo'ldim. İki sekund kechishsa sen nima qilarding? Katta ketish kerak emas edi. Hamma o'zini tengi bilan bellashsa-da. Между прочим, A sinf qizlari bir sinfdan ancha oldinda. To'xta. Yo'q, buni hali ko'ramiz. O'rtoq, korchi maktab 2 yil bo'ldi. Boshqalar Sanzorda o'tdi. Boshqalari Raqamjon zorda o'tdi. Yaqinda bilib olamiz kim zo'rligini. Kechiring bolajonlar. Nima shovqin? Misol yechish o'ynagandik. Bilmasdan yutib qo'ydik-da. Bilim bo'yicha bahslashganingiz yaxshi. Lekin bu A sinf yaxshimi, B sinf yaxshimi bilish uchun qilinmagan. O'z shunaqa hamma biladi A sinf zo'rligini. Hamma darslarga borsin. Nilufar, Rahmatjon bilan Parvinaning o'rtasida nimadir borga o'xshaydi. Agar o'sha nimadir bor bo'lsa, o'sha bor narsani yo'q qilaman.